Koreyada 3 ta bolani onasi Maya Imnida. Bugun sizlarga tokguk bilan omoqtang tayyorlashni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi tok, go'sht, tuxum, turub, tajin manil kerak bo'ladi. Kim qanaqa uslubda tayyorlaydi bilmadim, lekin men tayyorlash uslubim boshqacharoq. Qozonga chamkirim ozgina quyamiz, ya'ni kunjut yog'idan ezilgan chesnokdan solamiz. Hamma mahsulotlarimizni yengil qovurib suv quyib olamiz. Suv qaynab chiqquncha omoqtang tayyorlaymiz. Omoqtanga qo'ziqorinni men quriganidan foydalanaman. Sizlar oddiy svejisidan tayyorlasanglar ham bo'ladi. Yuk suvsiga kerak bo'ladigan narsalarni videoda ko'rsatib o'tdim. Tokgukni ko'piklarini olib, tokni sovib olamiz. Ungacha omoqtang tayyor bo'ldi. Kuk kanjang bilan bat kanjangni tuxum bilan aralashtirib tokgukka sovib olamiz. O'shanda yana ham mazaliroq, shirinroq chiqadi. Tuz solmaysizlar. Sho'rvamiz ham tayyor. Omoqtang ham tayyor. Endi bolalar uchun qiziqarli va mazali bo'lib yeydigan chumoqbab tayyorlab olamiz. Guruchga chamkirim ozgina, kimkaru solib olib, shu dumaloq sharikcha shaklda yasaymiz. Farzandlarim uchun har doim mazali ovqatlar tayyorlab beraman. Vanson. Bundan-da mazali ovqatlar tayyorlayman. Meni kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang. Koreyada 3 ta bolani onasi Maya Imnida. Bugun sizlarga tokguk bilan omoqtang tayyorlashni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi tok, go'sht, tuxum, turub, tajin manil kerak bo'ladi. Kim qanaqa uslubda tayyorlaydi bilmadim, lekin men tayyorlash uslubim boshqacharoq. Qozonga chamkirim ozgina quyamiz, ya'ni kunjut yog'idan ezilgan chesnokdan solamiz. Hamma mahsulotlarimizni yengil qovurib suv quyib olamiz. Suv qaynab chiqquncha omoqtang tayyorlaymiz. Omoqtanga qo'ziqorinni men quriganidan foydalanaman. Sizlar oddiy svejisidan tayyorlasanglar ham bo'ladi. Koreyada 3 ta bolani onasi Maya Imnida. Farzandlarim bog'chadan kelishdi. Ularni har doim uy oldigacha bog'cha ish boshqaruvchisi olib keladi. Katta qizim uy kodini bilgani uchun o'zi doim kirib keladi. Tayyorlagan ovqatimga farzandlarim reaksiyasini o'zlaring ko'ringlar. Aytgancha farzandlarim ismini aytmabman sizlarga, tanishtirib o'taman. Katta qizim Hadisa, ikkinchi qizim Hadiya, o'g'lim Hadi, uchinchi farzandim o'g'il. Katta qizim xarakteri juda yaxshi, bosiq. Kichkina qizim ozgina sho'xroq.